أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin körsetmelerine amel kıldıgan, Peygamber aleyhisselam'ның yol yürükleriga amel kılıp kıyamet günü Peygamber aleyhisselam'ның şefaatiga erişaleydigan yaramlık musulmonlardan qilsin. Bugün Peygamber aleyhisselam'ның yol yürükleri degan muştimida Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki Ebu Hureyre radıyallahu anhu bayan qilgan bir hadisninki ma'lum bir temisi haqida to'xtalamiz. Ebu Hureyre radıyallahu anhu bu hadisni rivoyat qilgan vaqtda, boshqalarga so'zlab bergan vaqtda bu hadisdagi naqadar qo'rqinchliq bir mu'min ansirash tegishlik bo'lgan nayt xatarlik muhim hadis bo'lg'achqa Ebu Hureyre radıyallahu anhu'ninki nechqatim hushidan ketib, uningdan keyin bu hadisni o'zining shogirdlariga, o'quvchilarga so'zlab berdi dedi. Bu hadis uch turlik odam haqida, uch turlik musulmon haqida to'xtalgan hadis mazmuni. Bular kim o desa, qiyomat kunisi eng başta dovzaxning o'ti yiqiladigan, dovzaxga yiqilg'i bo'ldigan insonlar, musulmonlar. İslam ummati musulmonlar ichidagi agar xolis yaxshi niyat bilan, buyuk g'oya bilan bu amallarni qilgan bo'lsa, jannatning eng yuqorisida Peygamberler bilan birga bo'lishga elib boradigan, agar bu amallarni Allohning roziliğini izlamay, o'zining shaxsiy g'arzi, shaxsiy manfaati, insonlar ichidagi obro'y uchun qilgan bo'lsa, dovzaxga tushishga, dovzaxga tashlanishga sabab bo'ladigan uch turlik nihoyatda katta amal haqida to'xtalgan. Ebu Hureyre radıyallahu anhu şundaq deydi: "İnna min evveli men tusa'aru bihimun naru yevmel kıyame thalatha." Yani kıyamet günüsü dovzaxning o'tiga yiqilg'i bo'ldigan, dovzaxning o'ti eng başta tutashtiriladigan kishi uch turlik deydi. Bunun birincisi Allah yo'lida shahid bo'lgan mujahid, yani urush meydanında şehit bo'lgan mujahid, Allah yo'lida bo'lgan bo'lsa cho'qim jannat kirdi. Lekin urush meydanında şehit bo'lgan kishilar shahid deb hisoblangan. İkincisi olimlar. Üçüncüsü iqtisod egillari, baylar. Demek bu üç turlik insan musulmonlarninki jamiyatdagi yetakchisi. Cemiyetini güllendirişte rolü alahide zor bo'lgan kishilar. Bugün mush uch turlik kishiden birinci tur haqida to'xtalamiz. U bo'lsa qandaq odam desa, urush meydanında shahid bo'lgan odam. Allah subhanahu wa ta'ala naiti tinni sog'lom qilgan, kuchli qilgan, irodalik qilgan. Şu sebepten bu adam urush meydanına kirib, kafirlar bilan bo'lgan jangda shahid qilingan. Qiyomat kuni bu adam hisob meydaniga keltirildi deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Keltirilgandan keyin Allah subhanahu wa ta'ala bu adamga o'zining ne'matlarini tuntudu. Ey bandam, sana men mandaq nech turlik ne'matlarni berdim, bunu tunudingmi, tunumsan degandan keyin bu banda, bu musulmon men tuniyman deb javob berdi. Allah subhanahu wa ta'ala "Famaza amilt?" Sen mush ne'matlarga qarta nima ish qilding
deb so'ragan vaqtda bu banda qataltu fika hatta stushhid. Seni deb urush qildim. Sening diningning ustunligi uchun urush qildim. Hatto shahid bo'ldim men. Shahidlik maqomiga erishdim deb mushundaq deydi. Degan vaqtda Allah subhanahu va taolo sen yolg'on so'zilding. Deydi, malaikalarmi cho agishib yolg'on so'zilding deydi. Sen yolg'on so'zilding. Sen kishilar seni nayt baturkan, jur'atlikkan, qo'rqmaydigan insonkan degan sharafga erishish uchun sen cho urush qilding, urush maydonida o'lding. Sen bu ishingni, bu katta amalni Allohning roziligi, ya'ni mening roziligim uchun qilmaganliging uchun sen dovzaxga loyiq deb bu bandini cho dovzaxga tashlaydi deydi. Demak, bu hadisning qisqacha bu tekstidan, bu mazmundan Allah subhanahu va taolaning dargohida amallarningki Allah uchun xolis bo'lishining zarurligi, Allah'ның razılığını izlesinin zürürlüğü, emelinin köplüğü, yaki cıklığı, yaki naiti kişilerin karşına uluğ buluşu, kattı buluşu, bu insan ne, emelini kıygan şahs ne, cennetki başlayamaydıqallığı, belki Allah'ның razılığı için sağlam buluşu, bu emelini kıygan insanın niyeti ve şundakla Allah körsetken yolga, Peygamber aleyhisselam elip gelgen sünnetke uygun buluşunun zürrülüğü çıkıdı. Allah Kur'an-ı Kerim'de فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Özünün fervaydigarı olan uçuruşunu halıgan insan nimiş kılış gerek dese, bu adam naiti güzel yakşı emelini kıysun, Allah'ın razılığı için kıysun. Bu kıygan emeli geço hiç kişimni şirik kılmışsın. Özünün fervaydigarıga hiç nesiniz şirik kılmışsın de buyurgan. Şunun için cihat meydanındaki kişiler bolsun, müminler, cihat kılımen diyen iradilik müminler bolsun, hemimiz digidek ço minin kıygan işimden Allah razı bolsun iken, Allah kıygan emelimni kubul kıysı iken diyen kemterlik velen kılışımız, kemterlik velen Allah'ın dini düşo menşimiz lazım. Allah subhanahu ve taala Allah'a yuğançılık kıygan, Allah'ın bendilerine yuğançılık kıygan, özünün kıygan emelleri arkalık. Ya ki kişilerge közgez kılış için katta emel kıyganlarının emelige Allah'ın ihtiyacı yok. Allah'ın onun katta ihtiyacı yok. Allah subhanahu ve taala innema yetekabbalullahu minel muttaqin. Allah'tan korkan kişilerden yakşı emelini kubul kılıdı. Allah'tan korkmagan yaki kişilerge riya kılış, közgez kılış için başkalarga özünün kandak büyük, ilgar, noç adam ikenligini tuntup kıyaş için iş kıygallarının çoğu emelini Allah subhanahu ve taala kat'i kubul kılmaydı. Ondak emelge kat'i ihtiyacımı çoğu hem yok. Demek muşundak riya kılışka, riya diyenini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şirik dep atagan. Allah'ı şirik keltürüş diyenlik biz kalbimizde yaki egzimizde, sözümüzde Allah'ı şirik keltürmeymen, ben Allah'ını bülbülmen diyen bilen, lekin kıygan emellerimizde, yakış işlerimizde çoğu kişilerin ki maktışını ümit kılıp, arzu kılıp, yaki kişilerin ki eyplişinin korkap, yakşı emellerini kıygan bolsak, yaki bolmasa kişilerin kuldaki naz nimet, mal mülk ki erişini tamam kılıp kıygan bolsak çoğu, bu mu şirknin bir türü. Allah subhanahu ve taala bu şirknin ki Allah'ın şirk keltirişinin ne kadar hatırının kattı ikenligi, ne kadar çoğun zulüm ikenligini bayan kılıp, Luqman aleyhisselamның özünün balısı kıygan nasihetini bizgi çoğu alahide esletken Kur'an-ı Kerim'de.
Ve iz qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tushrik billah inneş-şirke la zulmun azim. Luqman aleyhisselam özünün balasına ey oğlum Allah'a şirk keltirme. Şirk keltiriş degen bu nayt zor, en katta zulüm bu. Zulümün en çoğumu şu dep körsetken. Yani bir ayette bu şirk keltirişninki ne kadar bir töhmetxorluk ekenligini ve men yushrik billahi faqad iftara ismen azima. Allah'a nispeten ne kadar bir töhmet kıyganlık ekenligini bu ayeti şu Allah subhanahu ve taala bayan kıygan. Kandak bir insan Allah'a şirk keltirse bu nayt zor töhmetni kıygan boldu Allah subhanahu ve taala degan. Yani bir ayette bu şirk keltirişninki insanın yaxşı amellerinin hemmisini bika kılıvtırganlığını bayan kıygan. Bika olup gitir. Nurgun kıygan her kandak yaxşı amel bulduken Allah'a şirk keltiriş bulduken bu amellerinin çoğu savabı yok. Bikalan bolup gitir o. Kımmagan deklen bolup gitir o. Ve men yushrik billahi faqad habita ameluh. Allah şirk keltirgen kişinin ameli bika olup gitir degen. وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ yani bir ayette. Yani bir ayette bu şirk keltirişninki Allah'ın günahını affu kılışını tosap koyduğanlığı. Şirk keltirgen insanın Allah subhanahu ve taala günahını qat'i affu kılmaydıganlığını bayan kılıp innehu men yushrik billahi faqad harramallahu aleyhil cenneh. Yani bir ayette innallaha la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalik. Allah subhanahu ve taala özüge şirk keltirgen günahını qat'i affu kılmaydı. Onundan başka günahlarını çok halıgan kişininkini affu kılıdı. Deb bayan kıygan. Şundakla cennet kirişten tosırgan, dövzak kirişine vacip koyduğun, dövzak kirişke sebep buluşmu, sebep bulduğun amel mi nimo deyse Allah subhanahu ve ta'alaga şirk keltiriş. İnnehu men yushrik billahi faqad harramallahu aleyhil cenneh ve me'vahun nar. Allah şirk keltirdiken her kandak bir bende Allah subhanahu ve taala o kişiye dövzak cennetni haram kırdı, cennetni haram kırdı, onun cayı ço cehennem buludu, dövzak buludu diyen. Muşundak eğer hatalıkka çıkıp gelişinin sebebi nime o? Deyse yukarı deyilgendek kişilerinki mahtışıga, danlışıga erişişini arzu kılış. Ya ki kişilerinki eyüplişinin kokap. Hazır nurgun karındaşlarımız yok emez. Birisi birisini eyüplavatkan, sen bu yagi nemi dep çıkkanten, cihat kıyığın çıkkanten emez mi? Hicretini cihat kılış için çıkkan, hazır cihat kılmayı nemi dep bir yad yat sen. Türkiye'de yetip aldın, cihat zımılları bağmıdın. Dep şunu olan eyüplaydı. Bu eyüptün kokapçı o meyle bizden Türkistan Müslümanlarına paydası bommuson, paydası bolsun andın cihat kılımız dep her yalik kitivatkan. Muşundak karındaşlarımız yok emez. Nimeden? Haqninki eyüplişinin kokap. Nurgulları mümkün. Allah'ın razılığını izdep mangandı. Lekin eyüpleştin kokaydıqallım yok emez. Haqla bizni cihat kıyığın çıkıp cihat kımmide dep eyüplaydı iken. Tıllaydı iken, söküdü iken. Ya ki bulmasa kişilerin kurudaki mal mülk, nimetki erişiş. Biz cihat kıyığın çıkkan, ya ki hicret kılıp çıkkan, ya ki bunun keyin cihat kıyığımız ba, muşundak iradelik kişiler boğaçka, başka Müslümanlar çoğu, başka Türkistanlıkla bizni bekiş gerek. Bizni bunda qiyin halet koyup koysa bo'lmaydi deb o'zininki katta bir yaxshi amalni qilganligini qilishni niyat qilganligini hech bo'lmadi deganda bana qilib turibchi kishilardan mol mulk talab qilish. Ba'zi vaqtda mol mulkini halol sanab bulash, o'g'irlash, tahdissalash o'zining bir Turkistonlik Şarkı Türkistanlık qerindishiga iqtisod egisi bo'lganligi uchun biz cihat qilamiz. Biz manda katta ish qilmoqchi edik. Mushunga pul vermidi deganni bana qilib turib, bulash, tahdissalash, hatto
Onun qenini halal sanash. Muşundaq ishlarni niyat qilganlar yoki anchuminch qilganlar yoki mushahda izlanayotganlar Allohdan qo'rqayli. Allohdan qo'rqayli. Allah subhanahu va taala bir musulmonni bulab turib iqtisodini majburiy elib bizni jihad qilishga buyurmadi. Peygamber aleyhisselamның hayatı qaraydigan bo'lsak, musulmonlarning hech qanday vaqtda ularga majburiy baj qo'yib, "Ma jihadga chiqdiqmi, askarni tayyor qilishga manishlikdan pul chiqaringlar" deb majburiy pulga ish yo'q hech kimdan. Faqat ma jihadga tayyorlik qilishga yordam qilsanglar jannat va mandaq mukofot va deb qiziqtirgan. Qat'iy bir kishimning gadiniga Qur'onni tanlab turib yoki qilishni tanlab turib kallarni alima pulni bermasang deb unda qilgan ish yo'q. Shuning uchun biz to'g'ri ishni qilmoqchi bo'lsak, bu ishni qilishga elib boradigan bizning qo'llangan vositamizmi to'g'ri bo'lishi kerak. To'g'ri bo'lishi kerak. Biz shar'iy bir ishni qilamiz deb harom yo'l bilan o shar'iy qilish ishni qilishga o'zimizni zo'rlasak bo'lmaydi. Allah subhanahu va taala la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. La yukallifullohu nafsan illa ma ataha. Qudratimizning yetishicha qilamiz. Jihadnimi kuchimizning yetgan miqdorda, da'vatnimi, xizmatnimi, har qanday ishni kuchimizning nimaga yetsa shu umumiy kuchimizni chiqarib qilamiz. Lekin kuchimiz yetmagan ishga iqtisodiy kuchimiz yetmadi. Shuning bilan musulmonlarni bulab jihad qilmaymiz. Da'vo qilish kuchimiz yetmadi yoki xalqni to'playolmadik. Shuning bilan bir yerga ekkalsak o'ltirib, qarshi chiqqan odamni o'ltirib yutib bir yerga ekilishga shariatda yo'l yo'q bizga. Musulmonning ishidan. Har qanday musulmonning meliga tegish yoki jiniga tegish yoki obro'yiga tegish Allah subhanahu va taala harom qilgan ish bu. Allah harom qilgan ishni qilib turib, men Allah rozi bo'ladigan katta amalni qilitim deyish bu mumkin emas. Qilgan ishimiz shariatga uyg'un bo'lishi va shundaqli qo'llangan vositamizmi shu shariatga uyg'un bo'lish lozim. Bu haqda mush riyo qilishni söküp kelgan nurg'un hadislar var. Şu hadislarning qatoridan Abi Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu bayon qilgan bir hadisda va Abi Musa shunday so'raydi Rasulullohdan: "Ya Rasululloh, bir odam kishilarning ishida yaxshi nomga erishish uchun jihad qiladi. Yana bir odam o'zining achchig'iga chidamay, besimning sababidan achchig'iga chidamay jihad qiladi. Bunun qaysi Allah yo'lida degan vaqtda Payg'ambar alayhisalom qaysi Allah'ның dinini üstün qilish uchun, Allah'ның roziligi uchun bo'lgan bo'lsa, shu Allah yo'lida. Boshqasi Allah yo'lida emas degan. Yana bir hadisda bir odam jihad qurdi. U odam shu jihadni qilishda odatda bir og'anchichaqliq bir narsani maqsad qilib qilgan bo'lsa, u odamning niyati shu bo'ladi degan. Ya'ni dunyoni maqsad qilgan bo'lsa, shunga erishadi, uning oxiratda shu mukofot yo'q demakchi. Yana bir hadis Peygamber aleyhisselam men en qo'rqaydigan ish sizlarga nisbatan shirkdan riyo qilish degan. Riyo qilish men en qo'rqaydigan ish degan. Bugungi kunda qaraydigan bo'lsak, nurg'un qarindoshlarimiz hatto o'zining dushmanining bunni qaratgan yeri yo'q. Lekin urush maydonidan bir o'tib qolgan, o shahid bo'lash emas, urush maydonidan o'tib qolgan yoki azroq shu yerda tug'gan. Tug'anlik sababdan boshqa butun musulmonlarni yaratmaydigan. Biz degan manda cho'ng ish qilgan odam deb o'zini hammadan cho'ng tutirgan, hatto boshqa musulmonlarga salom qilmaydigan, hech kishini ko'zga olmaydigan mushundaq ahvollar yo'q emas. Nima uchun qildik biz o ishni?
Cihat meydanında nima uchun tug'an? Haqqi yo'g'onchilik qilish uchun tug'anmi? Kishilarga o'zimizning qilgan amalni ashuna ko'z qilish uchun qilganmi? Yoki Allohning roziligi uchun qilganmi? Buni hammamiz bir eslaylik, hammamiz bir buni tunaylik. Nima yo'g'onchilik bu? Nima manmanchilik? Allah subhanahu va taala qalbida Payg'ambar alayhisalom xabar bergan hadisda, sahih hadisda qandoq bir odamning qalbida kichikkinam kibr bo'lsa bu odam jannatga kirolmaydi. Yani bir hadisda kibr degan nima desa, kibr degan haqni rad qilish, musulmonlarni kamsitish degan. Musulmonlarni ko'zga ilmaslik degan. Demek ayet sözlensin, hadis sözlensin. Bu mening cemaatim emas, ma sözlayotgan adam. Deganni bana qilib turib, oyatni qabul qilmaslik, oyatning hukmini. Hadisni qabul qilmaslik nima uchun? Men xohlamaydigan odamning og'zidan chiqdi bu deb bana shu. Musulmonlarni kamsitish, Sharq Turkistonlik musulmonlar olsun, boshqa musulmonlar olsun, zodi ularning musulmon ekanligida shak yo'q insonlarni, nurg'un milyonlagan musulmonlarni dunyodagi kamsitish, hech qaysini yaratmaslik. O'zini birdan bir jannat ahli sanash, boshqalarning hammasini davzixiy bula deb qarash yoki shundoq hukm chiqarish, bu shuning hammasi ash yo'g'onchilikningki oqibati. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamningki kishilarni kamsitish, mush kibr deganlikningki amaliy ko'rinishi. Shuning uchun mujohidlarimiz jihad maydonida bo'lsin, boshqa dunyoning har qaysi joylarida bo'lsin, jihad qilishni niyat qilganlarimiz hammamizning niyatida bor. Bir mümin, bir musulmon jihad qilishni niyat qilmasa, hech bo'lma deganda bu haqiqiy musulmon bo'lolmaydi. Bu kallimizde aniq olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adam jihad qilmasa, jihad qilishni niyat mi qilmasa, bu adam ölse cahiliyet ölümünde ölüdü degan. Shuning uchun hammamiz jihadni niyat qilishimiz lazım. Jihad tayyor bo'lishimiz lazım. Düşmanımızga, xalqimizning manfaati uchun, Sharq Turkistonlikning manfaati, ularning ozodligi, ularning zulmdan qutulish uchun hammamiz niyat qilishimiz lazım. Hammamiz tayyorlik turishimiz lazım. Bu bek katta amal. Lekin hech qilmay turib, namdi men manda adam deganni bana qilib, boshqa musulmonlarni ko'zga ilmaslik, o'zini yo'g'on sanash, mana mush payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mush hadisda xabar bergan, hatto Alloh yo'lida shahid bo'lgan bo'lsa-mu, ya'ni urush maydonida kishilarning ko'rishida Allohning yo'lida shahid bo'ldi deb qaraydi, lekin u insonning niyati to'g'ri bo'lmagan bo'lsa, urush maydonida shahid bo'lgan bo'lsa-mu, davzax kirishga elib bardigan, davzax kirishga loyiq qilib qo'ydigan yomon niyat ma, yomon maqsad. Nima? Ko'z qilish, riyo qilish, o'zining qilgan amali bilan yo'g'onchilik qilish. Allah subhanahu va taala bizni bundaq yo'g'onchilardan saqlasin. Amallarimizda riyo qilishdan Allah subhanahu va taala o'z panohida saqlasin. Bizni sağlam, to'g'ri jihad maydonida jihad qilishga Allah subhanahu va taala o'zi nisb qilsin. Allah subhanahu va taala hammamizni amallarimizda Allohning roziligini izlaydigan, qilgan ishlarimizda Sharq Turkiston musulmonlarining manfaatini ko'zlaydigan yaxshi niyat, kuchli iroda hammamizga ato qilsin. Subhanakallahumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illalloh, nastag'firuka va natubu ilayk.